Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İslam ve Biz programımızın 106. bölümünü görüşlerine kızın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmelerimiz her haftada şimdi huzurlarda hali uzundan biyan buluvadımız. Xilma xil temalarda her bir Müslüman çokum roşan Kur'an ve sünnet nuru astıda körsetmesi astıda düşünüşü gerek bulan temalarını ayrım mavzu kılıp sunuvadımız. Allah subhanahu ve ta'ala sözlengen barlıq məzmunlarını haqiqi doğru düşünüp doğru əməl qilish nimetini ada qilishini Allah'tan tövəncik bilen sorayımız. Bugünkü ve daimlik programımızdaki aziz mehmini həmala tanışıq boğan hürmetli ustaz Şarkı Türkistan Ülümalı Birliği azası şundaqla Dünya Müslüman Alma Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşıqar'ın teklif qıldı. Qümmetli vaxtdan çıxırıb qadam təşrif bəgəli üçün köp rahmet etimiz. Rahmet. Allah razı olsun. Kadirli görürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydanı'nı tarqıtılıb atıdı. Ekran aldı çıxıb durub atqan numarımız şundaqla ictimai fikir vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalık programımızga alaqadar har qandaq fikir teklif bolsa berişinglarni, suallarыңlar bolsa soruşinglarni ümit qilamiz. Şundaqla köplеген qarindaşlarımızın faydalanışı üçün hem bəhərləb qoyuşuna hem unutmaysızlar. Əmdə bugünkü toxtalmoqçu olan temamız biz tünügün elanımızda bəgəndək. Şu şahlıtıp setiş hakkında bununki elbette bu ötkenki iki bölüm sanımızda biz soğudu ticaret meselesi toxtalıvatımız. Ahlaki, Müslüman soğudigarının ahlaki, qandaq ticaretlerde dikkat qilishga tegishli meseleler hakkında toxtalıvatımız. Bu şununla ulaplam bu meselede toxtalı değil deyişimizin sebebimde hatta bunun burun hali uzundu bir bu mesele bizge anca suallardan kep duratdı hem şu mesele biraz kengayip qalğanlıq üçün cemiyette şu meselenin hükmü her xil namdaki ticaret sahasındaki tor ticareti köpeygellikten bunun bir hükmünü tefsili halette bir düşünsek degen taleplerine ait köp batı. Etrafımız qarasaq nurgun xala yakın ötüdüğün kişilerimiz mi xala ilimdar kişilerimiz mi? Bununla bilip bilmeyi veya ki her kanda bir sebepler bilen işkirlep tekşürmezden bu işlerini kılıp atqanlığını köygellikimizden, bilgellikimizden bu meselenin bir toxtu öteyle de bir gün huzurumada oturuptuk. İnşallah vaktimizin yetkinişe tüketüş getirişimiz. Ondan sonra ustaz programımız bir vasıta kirip kessek kemdi. Aldı bilen mi şu şahıltıp setiş degen nime diyen ben okumel bir şu öteyle. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana peygamberimizge dua salamlar olsun. Şahlıtıp setiş, yak şahlıtıp tor soğudası kılış, yak zencir sıman soğudu kılış diyen qo'shish bu bir neçe xil isimlar bilen atalgılar turlar. Bunu İngilizce'de bazılar network marketing'isi, bazı piramida network, piramida marketing degandek atalgılar bilen izahlagan. Bu yerdeki şahlıtıp tor soğudası degan maqsad internetden bir narsa hep sas bo'lamdi degan o'tim emas bu geks. Bu xaridorlar yoki qarindoshlarni tushunish uchun deymizki, internetdan bir narsa app setish bilan munosabati yo'q bu tema. Bugun to'xtalmoqchi bo'lgan tema zanjirsimon holatda shahlinib, tarmoqlanib ilm setim qilsa bu qanday bo'ladi degan bu tema haqida to'xtalamiz. Xo'sh. Endi shahlatib setish degan nima esa, muayyan bir shirkatning a'zo qabul qilish asosida zanjirsimon tor paydo qilib, zanjirsimon a'zolarni bir-birisiga bog'lash orqali zanjirsimon tor paydo qilib, mahsulotini setish yoki mahsulotini bozorga solish demakdir. Demak, shirkat o'zining mahsulotini bozorga soldi. Bozor solgan vaqtda normal do'kon ochib yoki vakil bo'lgan do'konlarga berib emas, a'zo qabul qilib, shu a'zolarning vasitasi bilan bu malni taqitish demakdir. Xo'sh. Yani Ahmet, Samet, Ablah degan qo'shib bir-birisiga zanjirsimon bog'lan. Nima uchun bu savdo shahlatib setish savdosi deb ataldi desa, bu savdo bir a'zodan yana bir a'zoga, uningdan yana bir a'zoga tarmoqlanadigan bo'lg'achqa, yoki shahchilanadigan bo'lg'achqa, shunga shahlatib setish savdosi deb ataldi. Bu shahlatib setish savdosi asosan a'zo qabul qilishni oldin qo'ringa qo'ydi. A'zo qabul qilish bu savdoning asaslık kurulması hesaplanır.
Şu her bir a'za, ya yeni a'zadan bir şirket a'za olgan bolsa, o mu çoğun bu şirket davamlı iş için, işini mandırış için başka a'zani tepkiliş lazım. Hem de bu şahlatip seti sodisiga a'za bo'ladigan shaxslar udlam a'za bo'lamaydi. Dastlab bunun bedel pul to'lash lazım. Yani a'zalik rasmiyatni o'tishi lazım. Ve a'zalik rasmiyatni o'tamay, enin kaynidan mahsulotni yoki molni shirkatning o'zidan olmay turib a'zo bo'lamaydi. Endi mahsulotni olgan vaqtidami bevosita markaziy shirkatdan sotib ololmaydi. Yangidan a'zo bo'lgan odam mahsulot sotmoqchi bo'lsa, o'zidan ilgari a'zo bo'lgan bir odam orqali u undan ilgari a'zo bo'lgan bir odam zanjirsizman bu shaklda sotib oladi. Qandaqdir markazdan berib bevosita uni sotib ololmaydi. Buni shaxlatib setish sodisi deb ataymiz. Endi bu sodaga yoki bu xil shirkatlarga a'zo bo'lgan shaxs o'zi sotgan moldan foyda olgandan sirt, yani qo'shimcha pul tepish uchun, qo'shimcha yana kerim paydo qilish uchun boshqa a'zolarni shirkatga chaqirishga urinadi. Boshqa a'zolarni o'ziga o'xshash tarqatuvchi qilishga da'vat qildi. Chunki bu shaxsininki, yani yangi shaxsininki qo'li orqali boshqalar shirkat a'zo bo'lib, mol sotib olib, molni boshqalar sotgan bo'lsa, o'ziga tava bo'lgan o shaxsining sotgan malning foydasimi bu yuqoridagi shaxs o'ziga tushliq nisbasini ya kerimini ola oladi. Ya kerimga erishadi. Endi bu shaxlatib setish sodisiga a'zo bo'lgan kishi bir qancha xaridorni shirkatga a'zo qilishga qanoatlantirsa va bu qanoatlangan shaxslar rasmiy a'zo bo'lib molni setib olsa, mahsulotni sotgan, yani o'ziga 5, 6 yoki 9, 10 degan o'sha odamni qator oqiq tizalagan bo'lsa, mahsulotni setib foyda olgandan sirt odam teppaganligiga qarata yana foyda oladi. Xo'sh. Masalan, bir odam 6 a'zoni ba'zi shirkatlarnikida, ba'zi shirkatlarga 9 odam tepishni shart qildi. 6 odam topa olgan bo'lsa, buningga normalda adam teppaganlik qarata $250 atrofida, balki uningdan ko'p miqdorda u, yani qo'shimcha kerak qildi. O'zi sotgan moldan sirt odam teppaganlik uchun foyda. Buningdan boshqa, yani badal puli bilan foyda oladigan yana bir turim bor. Vaqtimiz yana bir oz ekan, to'xtatamiz. Demek, to'r. Ben sizlarga da'vat qildim shirkatga. Sizlar 5 odamni da'vat qildim. Sizlar mol olmoqchi bo'lib qolsa, mendan oldi. Mening ustimdagi odamni ololmayman. Men bevosita markaziy shirkatdan ololmayman. Bu bir-birimiz zanjirsiman. Men sizlarga sotaman, sizlar yana birisiga sotadi. Bu mushundaqmi? Mol setilgan vaqtidami, belgilangan miqdorda yoki belgilangan baho setilgan vaqtidami, en oxir sotgan odam foydani o'zi yolg'iz olmaydi. Ishni u qiladi, u sotadi. Uning olgan foydasi sizlarga shirik bo'ladi. Men shirik bo'laman. Mening ustimdagi odamman, zanjirsiman bosh shirkatninki sahibi qadar bu yerda ma'lum nisbatda shirikchilik, foyda shirikchiligi bo'ldi. Xo'sh. Her bir xaridor olta yoki talab qilingan sondagi odamni topa olgandan keyin yoki shirkat a'zo qila olgandan keyin u asriga odamlarniki bozor qilish uchun hech qanday aralashmasdan yoki setishib bermasdan yoki setish bir kuch chiqarmasdan yoki yo'l ko'rsatmasdan faqat a'zo qilib qo'yganlik uchun a'zo bo'lishga vasila yoki vasf bo'lganlik uchun karim qazanayverdi. Mening ostimda 6 odam bo'lgan bo'lsa, 6ning qaysi birisi mol setib foyda olgan bo'lsa, men u yerda o'tirib, ya'ni foydani nisbatlashtirgan foydani edaveraman. Men buni shaxlatib setish yoki shaxlatib zanjirsimon holatda yoki to'rlashma holatda setish deb ataymiz. Bu to'nishtirish. Xulosaga vaqtimizda shaxlatib setishda a'zolik badal puli to'lash shart qilindi. Xo'sh. Şirketga to'langan a'zolik shart mi qilmaydi? Ba'zilar shart mi? Ba'zilar shart qilmaydi, ko'pincha shart qil. Bu a'zolik badal sifatida to'langan pul mablag' hisoblanadi, mablag' solish hisoblanadi.
Xo'sh, xo'sh. Buni ag'inolmaydi, qaytarib ag'inolmaydi. Bu mablag' sifatida qoladi. Endi yangi a'zodan birini shirkat a'zo qilib bersak, uninki badal puli sifatida topshirgan puli o'zidan yuqori bo'lgan darajalarga nisbat bo'yicha taqsim qilindi. Demak, bu yerda boshqa yangi a'zoniki to'lagan badal puli ilgari a'zolar taqsim qilish bilan uchib ketadi, yo'qolib ketadi. Xo'sh. Bu shaxslar satishdan keyin to'nishtirish. Endi bu yerda yana boshqa bir turdagi shirkatlar. Bu ba'zi bir shirkatlar a'zo bo'lish uchun badal puli to'lang yoki rasmiyat o'tang demaydi. Lekin bular mol sotib olishni shart qildi. Molni bizdan shirkatdan sotib olasiz yoki o'zingizningki ustidagi tabaqadan darajadan sotib olasiz deb shart qildi. Endi bu shirkatningki rasmiyat, a'zolik rasmiyatini belgilamagan bo'lsa-mu, lekin mol sotib olishni shart qilganligi a'zolik badalini to'latkizganga o'xshash. Xo'sh. Chunki molni bizdan sotib olasiz deb shart qildi. U molni qanday bahoda sotadi? U badal pul to'laydigan pulni uning qo'shamdi, qo'shmanda uni u a'zo bo'lganda huquqni yoki huquqmaydi. Bu shirkatlar har xil usuli bilan bu ishni mandirdi. Hamda bu a'zolik badal pulini e'lon qilmagan yoki shart qilmagan, lekin mol sotib olishni shart qilgan zanjirsimon holatda. Lekin erkin bozor yo'q buningda. Zanjirsimon holatda mol sotib olish shart qilgan bu shirkatlar molni qanchalik ko'p sotsangiz sizlarga shuningdan ma'lum nisbatda foydasini beramiz deb va'da qildi. Masalan, mol qancha ko'p sotilsa, sizlarga uning foydasini ayirib beramiz. Lekin bir shart buning bilan birlikda sizlar yangi xaridor topishingiz lozim. Yangi a'zolarni kirgizishingiz lozim. Ularni bankrottami, ya'ni o'ziga o'xshash odamlarni zanjirsimon bog'lash lozim deb bu shaklda savdo qilgan shirkatlar bor. Endi bu xil turdagi shaxlatib setish savdosida yangi tarqatuvchilardan, ya'ni yangidan a'zo bo'lganlardan payda, yangidan a'zo bo'lganlardan elinib, ilgiriki burun a'zo bo'lganlarga taqsim qilindi. Ya'ni bu zanjirsimon ovi versa, masalan bir guruh 6 kishidan, ikkinchi guruh 9 dan yoki 6 zanjirsimon ovi versa, mal setilsa, buni payda qilamiz, payda qilgan vaqtida bu paydadan shu oxirdagi bozor qilgan, sotgan odam olmasdan, uning ilgiriki vasti bo'lgan odamga, shirkatga ulashtirib qo'ygan odamga, uning ustiga zanjirsimon holatda bu payda u yonga nisbat bo'yicha taqsim qilindi. Mana bu shaxlatib setish yoki zanjirsimon to'rlashma xarakterli savdo qilish deganiki hukm bundan iborat. Xo'sh. Endi bu turdagi shirkatlar ta vatanda qancha yillar xili burun shu ammay deb shirkat xil taqalganligini anlatganmiz vatanda. Atrofimizdagi kishilarning nurg'unlari voy ashning mollari bek yaxshi ekan u degandek. Ammo chet eldan masalan xilma-xil bo'libmi Turkiyada masalan biz bilganimda necha xil shirkatlar bor ekan. Bu shu shaxl to'rso'z qilgan shirkatlardan bir qanchisini misol keltirish mumkin bo'lsa. Rasmiyat to'lash va mol sotib olishni shart qilish asosida shaxlatib savdo qilgan shirkatlar xili bor. Masalan, bularning qatoridan Amwa shirkati, Kiyani shirkati, Turkiyada mashhur bo'lgan, Atomi shirkati, Koreyani, Örplan, DXN shirkati, Kionet shirkati, Herbalib shirkati, Biznas shirkati, Smartway, Gold Quest degan bu shirkatlarning hammasi piramida shaklida savdo qilgan yoki zanjirsimon to'rlashma xarakterda savdo qilgan yoki yuqorida deganimizda shaxlatib sotadigan shirkatlar shular hammasi. Xo'sh. Ham bu shirkatlarga a'zo bo'lgan xaridor shirkatning mahsulotini a'zo bo'lib qolsa, arzon bahoda ola oladi. Endi mukofotga erisha oladi. Xaridor topganligi bilan yoki molni ko'p sotganligi bilan. Shuning bilan birlikda qo'shimcha kerim qiladi. Demak, bu shirkatga a'zo bo'lgan vaqtda buning bir nechta turli imtiyozlari bor. Molni arzon bahoda sotib olish, mukofotga erishish, hadiyaga o'xshash va xaridor topganlikdan keladigan shirinka deyli yoki qo'shimcha kerimdan iborat ba'zi bir bo'lib imtiyozlarga erishadi.
yuqori deganimizda bu şirket dastlabda a'zo bo'lgan odam yuqori darajadan o'rin oldi, yangidan a'zo bo'lgan odam to'van darajadan o'rin oldi. Ya'ni men boshlagan bo'lsam, men yuqorisida bo'laman, lekin mendan ilgari nisbatan men oxirisi. Ammo men keyin bir bo'lik odamlarni topgan bo'lsam, men guruhining 5 bo'laman, boshqalar guruhiningki oxirisi bo'ladi. Bu a'zoning oldigan foydasi asosan nimaga tayin bo'lsa, a'zoning oldigan foydasi setib olgan mahsulotning miqdori. Birinchi bo'ladi. Ya'ni mahsulot qanchalik setib olgan bo'lsa, shu nisbatda hammasi teng zanjirsimon qo'ldan qo'lga o'tgan bo'lg'achqa a'zo orqali setib olgan mahsulotning miqdoriga va shirkatga a'zo qilingan odamlarning soniga qarab turib taqsim qilindi. Xo'sh. Belgilin, ya'ni ikki nuqtada. Birisi malninki setilgan malning miqdori qartab foyda berildi. Ya'ni birisi qanchalik adam topa olsa, shirkatga odamni bog'lay olsa, u asosda foyda belgilandi. Bu shaxlatib sotadigan shirkatlarningki. Bularning o'rtaq nuqtalari hozir tilga olganlar o'rtaq nuqtalarmi? Yo'q, o'rtaq nuqtasi emas. Ha. Faqat to'nishtirish izohatini. Bu shirkatlarning o'rtaq nuqtalari haqida bir. Bu yuqorida deyilgandek ba'zi shirkatlar badal to'la deb shart qildi. Ba'zilar badal to'lamadi, lekin malni bizdan olasan yoki sen o'zing a'zo bo'lib, sen vosita bo'lgan, Ahmad vosita bo'lgan shuning qo'li bilan orqali olasan. Bizdan olasan deyishi masala nimamdi? Chunki uningdan boshqasi yo'q-ku bu mal shirkatda. Ya'ni demakchi uni endi oxir a'zo bo'lgan odamda eplam ehtiyojingni qondirib tugatmay, biz bilan ish qilmoqchi bo'lib qolsang, foydalanmoqchi bo'lib qolsang, bizga ishlaysan demakchi. Xo'sh. Bizdan oldigan vaqtida ko'pincha bo'lar. Aş adamga vosita bo'lgan, ilgariki san sabab bo'lgan odamdan oldigan bu nuqtani asos qildi. Shunga deymizki, rasmiyat to'la yoki badal to'la deb ba'zi o'zi bevosita setib olsa-mi, uni a'zo qilgan odamga yana foyda ma'lum nisbatda foyda bordi degan gap. Foyda bor, avtomatik. A'zo bo'lib bo'lgandan keyin o'zi yolg'iz setib olsa-mi, shirkatdan bevosita masalan to'rbatik. Ba'zi bevosita setib oladi, ba'zi ko'pincha holatda seni kim biz tanishtirganmiz shuningdan oldi. Xo'sh. Qo'ldan qo'lga o'tkazib o'tkildi. Bu shirkatlarningki turi o'xshamaydi. Endi bu shaxlatib sotadigan shirkatlarningki bir qancha turli o'rtaq nuqtasi bor. Ba'zi badalni shart qildik, ba'zi qilmadik. Birinchi ortiqchilik o'rtaq alayidligi, yoki o'rtaq tarafi shaxlatib sotadigan shirkatlar a'zolik badal puli to'lashni shart qildi. Birinchi shartmiş. Hem a'zolik imtiyozga erishish, ya'ni masalan mukofotga erishish yoki a'zolik bahoda mal sotilish degan bu imtiyozga erishish uchun malni shirkatdan sotilish shart qil. Xo'sh. Ya'ni shirkatlar munosib eng oxirgi odamlar ish qilish emas, bizdan olib sotsam bevosita deydi. Chunki oxirdagi odam ba'zida qutalaylab sotilishi mumkin azam bahoda. Hem shirkatdan mahsulot sotilish qachon to'xtab qoldi bo'lsa, o odamning a'zoligi yani o adam aktif olmasa, to'xtabay shirkatdan malni setib olmasa, o adamning a'zolik to'xtab qoldi. Malni setib olgancha, ishni davomlashtirgancha foydami kelib turdi, a'zoligimi davom qilib turdi. Mahsulotning o'sha shirkatga bahosi boshqa yer bo'lmaganligi uchun boshqa bozorda haqiqiy bo'lishi mumkin. Masalan 500 TL deb qo'ygan bo'lsa, haqiqiy bo'lishi mumkin yoki bozorda ashlinga o'xshash bir sifatdagi aladagi maldan yuksak bo'lishi mumkin. Bunu bozorda bo'lmaganligi uchun uningga bir narsa degani bo'lmaydi. Ba'zi shirkatlar mahsulot sotilish uchun shirkatga a'zo bo'l deb talab qilgan bo'lsa, ba'zi shirkatlar sen vosita bo'lgan odam orqali sotib ol deb buni shart qildi. Buningki turi yaxshi. Bu birinchi alaylik. Ikkinchi o'rtaq alaylikligi yana bir odam shirkatga, ma'lum bir shirkat a'zo bo'lgan vaqtida burungi a'zoninki guruhidagi eng oxirgi a'zo va bundan keyin shakllanmoqchi bo'lgan guruhiningki 5i yoki rais bo'lib shakllandi. U shirkatga a'zo qilgan odamlar, ya qanoatlangan odamlar hammasi buning oqisidan o'rin oldi. Oqisidagi, uning oqisiga zanjirsimon shakllangan guruhning hammasidan qanchalik foyda kelgan bo'lsa, bu 5ida dastlabda mas'ul bo'lgan yoki dastlab sababchi bo'lgan odam foydani avtomatik holatda nisbat bo'yicha elayver. Bu ikkinchi ortiqcha. Uchinchi o'rtaqligi bu shirkatlar mallarni bozorga solishda yoki mallarni rivojlantirishda a'zo bo'lg'uchilarga manchilik miqdorini malni sotib olsanglar,
manchilik odamni ekranlasanlar boy bo'lib ketsinlar deb kishilarni boy qilib o'tish istiq bilan boy qilib o'tish xiyoli bilan kishilarni o'ziga jalb qildi. Bu 3 turlik omil mush yuqorqi shaxlt satmoqchi bo'lgan shirkatning hammasi o'rtaqdir. Undan boshqa men farq etiladigan ba'zi nimalar bor. Biz o'rtaq tarafini bayon qilamiz. O'rtaq taraflari. Xo'sh. Unda olsa shu bu turdagi shaxlt to'g'ri savdo qiladigan qilish tuzumi qanday bo'ldi degan masala. Biz yuqorida to'xtalgan temada buni tuzumni ufqida shunday bo'lsa, yana bir az xulosalgan vaqtimizda bu shirkatlar asosan zanjirsimon holatda shaxsidan shaxsiga shaxlatib setishni asos qildi. Masalan, birisi bu shirkatga a'zo bo'lib, boshqalarni shirkatga a'zo qila olsa, endi a'zo bo'lgan odamlar mol olib satsa, bu satqa molda u odamga ma'lum nisbatda kerim kelib turdi. Ham a'zo qilganlikdan qildiradiganlikdan uningdan ma'lum nisbatda foyda keldi. Ammo molning foydasi eng oxir satgandan tortib eng yuqori chiqqan qadar 20% mi 1% demdi yoki 5% mi nisbat bo'yicha shirkatning taqsimot bo'yicha hammamiz o'rtaq foydalanib bo'ladi. Bu qiziq taraf. Kuchni tarni eng oxir to'kkan bo'lsa, buni eng to'pchisi bu foydadan uyda o'tirib bahramand bo'ladi. Javob topmasdi. Xo'sh. Ham odatda bir odam bu qo'shimcha haq olaman yoki qo'shimcha bir kerim qazanay desan, yo shirinkalik haqini olay desan, 6 odamni yo 9 odamni tepkilishing shart deb qaraydi. Bu shirkatlarning mashhurroqlari. Balkim ba'zi shirkatlar 6 demay 2 deyishi mumkin, ba'zi shirkat 4 deyishi mumkin. U farqliq bir yer. Bu shirkatlarning tutgan uslubi bir yer farqliq. Ammo sen satgan malning foydasi bilan ko'p aylanma, jiqroq foyda olgan bo'lib qolsa, bizga odam topadi. Odam topgan vaqtda har birisi manchi $10,000 dan nimani tashlaysiz? Masalan, a'zolik pulini tashlaysan. Bu pul nega bordi bo'lsa? Unda ko'p talab qilmaydi. Yo'q, masalan yoki $1000 deydi masalan. Xo'sh. Bir shirkat $1000 talab. Bu pul nega bordi? Keyin qaytamdi? Demek bir adam a'zolik pulini topshirgandan keyin bu shu topshirgan odamning to'pisidan eng yuqori, ya'ni shirkatning bosh sohibi xo'jayini qadar hammasi nisbat bo'yicha taqsim qilindi. Xo'sh. Karim manbasi. Shunga ular malni satgan tarafdan bir foydasi bu shirkatlar badal pulni taqsim qilish bilan ular ham bir foyda oldi. Demak, bundan kirib qolgan odam bundan chiqishi ta'sir. Normalde chiqib qolsa badal pul yo'q degan. Normalde sizning bir shirkatlar bor. Men sizning shirkatga birisini tunishtirib, sizning malni setishpadim. Bana bir hadiya sifatida pul berishleri xatomi? Bu durust. Malni setishpaz urush ya xarida topgandan keyin men yordamlashlar bunga tapın haqqı deydi, ya shirinka deydi, bu durust. Bunun nima farqi bor unda? Sizlarga mesela bir odamni aytganlar, madamni aytganlar shu bu odam men jiq mal satdim mesela 1 millionlik deydi. $1000 sizlarga vasıl bilan bo'ldi deb hadiya qildim. Bu durust. Ammo ikkinchi qatim ma'oshidan mal satgan chog'imda, uchinchi qatim mal satgan vaqtimda sizlarga nima deb bermoqman? Ma shirkatning mesela ikkinchi qatim, uchinchi qatim satsam yana ollasın. O bir qatimliqlar ish tugamaydi. Bu halaqa komisyon haqqı, yoki tapın haqqı, yoki bidikchilik deganga o'xshash bunga bu tür yoki bu yerdagi bu xarakter tushmaydi. Farqlashadi. O nima o bidikchilikda yoki vositachilik deyli, yoki komissiyonchilikda bir qatimliq bilan ish tugan. Masalan, uydan birni sizga gap berdim. Uydan bergan shu qatimliq bir qatimliq komissiyon tugan. Ikkinchi qatim men sizlar bir yerdan tanishtirib qo'ylar, men odam tepkagacha bo'ladi deb bir qatim mehmon qildim yoki bir soatmi. Ikkinchi qatim yana uyimni satgan bo'lsam, odam sizlarga erishlar haqli. Men shirkat yana berdim. Zanjirsiman bog'lanib mana. Xo'sh. Başdan oxiri shu. Birinchi qatimki yaxshiligini hech unutmaydi ekanda. Birinchi qatim. Shunga siz boy bo'lib ketisizlar. Xo'sh. Bizga a'zo bo'linglar deb bo'lmoqsiz. Bu shirkatlarda çatak var. Çatak neredeyse bu zincirsime davranış ahırış mağamdos mağmaydı. Hoş. Qanday mağmaydı? Mesela dedi ki şirketden 5'ten tatip gruplaşıp geldi. 6'dan davranmıştı. Bu üzülüp kalmay davranış mümkün mü? Yüzlügen, mağlıgan болып ketişi mümkün hem de. Mün oluşu mümkün, 10 oluş mümkün mü?
100 ming bo'lishi mumkinmi, million bo'lishi mumkin. Demak, cho'qim bir yer to'xtamamdi. Bir yer borgancha cho'qim to'xtaydi. Chataq bu yer. Qanday chataq bor bu yer? Eng beshiga chiqqani. Eng beshiga chiqqani, eng yuksak chiqqani, yuksak bo'lganligini alg'anda eliverdi. O'ynab yashab. Bu o'zining ziyon kelmaydi. Chunki uning bu yerdagi sodasi ziyon tortmaydigan bir sodaga kerak. Xo'sh. U qaysi yo'ldan bo'lsa, qaysi turini kelsa alg'anda oladi. Ammo bu yer ziyon tortadigan oxirgi yangidan kirgan a'zolar u ziyon tortib ketadi. Baştaki yuqori darajada bo'lgan u ziyon tortmaydi. Xo'sh, xo'sh. U odamlar necha %'ni o'zi chiqadi? 5% bo'lishi mumkin. 100% deb nisbatlashtirsak, yuksak darajaga 10% bo'lishi mumkin. Qolgan 80%, 90% odamlar hammasi hatto ziyon tortmasimi ma'lum bir turkumdagi yuksalganlar bak foydalab, töven tabaqadagilar az foydalanishi bu bir masala endi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, men savollaringlarni hali programmaning davomida inshaalloh so'rayman. Hozir bizim bo'lmasi uchun. Yani bu yerda az sondagi odamlar foydali, ko'p sondagi odamlar ziyon tortib. Chunki uziladigansa, bir uzilgan ekan, yuqorqisi o'ziga tava masalan 5000 odam topgan bo'lsa, yuqorqisi eliyordi, oxirdagisi badal pul to'ladi a'zolik subtida. O yangidan adam topolmasa, xo'sh. O qanday foydali? Foydalanmaydi. Emine noktadan qaraydigan bo'lsakmi, talab qilayotgan son var. Mesela mancha odamni sen ekkilishing lozim deb. Bu san bir yer to'xtab qolish mumkin. Mesela men sizdan cho'ng bo'lam deydi, yuqori darajada 6 odam topsangiz, sizga manchalik mukofot va manchalik kerim va qo'shimcha manchalik foyda. Ikkinchi deb qolgan topolmaysiz. Mumkin emasmi? Mumkin. Bir shirkat mesela nurg'un mal ishlab chiqaradi. Bu malni shirkatga a'zo bo'lgan odam bilan setib bir taraf qilman deyish mumkinmi? Mesela bir şirketki 5000 adam şahlatmış şekilde 5000 adam a'zo bo'lgan bo'lsa, aş a'zoli bilan bu malni yug'ishtirish mumkinmi? Bu bozorchilik deganda mal ma'lum saviyaga yetgan vaqtida bu yerda qiynish, to'yinish bosqichi yuz berdi. Ya'ni mal ko'plab ishlab chiqarilgan vaqtida bozorning ehtiyoji qanqa vaqt u mal bozordan qolmamdi. Ya sifat jihatdan qoladi yoki ehtiyojdan qoladi yoki ahamiyat bo'lmaganlikdan qoladi. Yangi mal chiqqan vaqt. Bu bozorchilikning taqozosi. Demak, bu yerda ehtiyoj qolgan vaqtida bozor to'xtaydi. Unda o'ga vaqtida bu yerda nima yuz berdi? Necha 10 million a'zosi bo'lsa, qolmasligi mumkin. Yuqori daraja bozor to'xtagan vaqtida bu malni sotadigan bir shirkatmi? Yuqori davomlashib ma'lumot a'zolar zanjirsi mana odatda ma'lummaydi. Xo'sh. Bozor mengiversa yuqori ma'lumot. Bozor to'xtagan ekan bu daraja yuqoriga o'rlanmaydi bu tabaqa. Çünkü bu sebepten bu şahlatib setish programmasiga yoki bu tizim qatnashgan ko'p sonli kishilar az sonli kishilarningki foydasi uchun bular bedel to'laydi. Yani foydaldigan, haqiqiy foydaldigan odamlar az sonli ko'paysa avliga xizmat qilib ishlab o'tab ketadi. Bu shahlatib setish tizimida bo'layotgan sistem bu, programma shu. Xo'sh. Unda olsa eng shu ko'rilmadan bu halalmi, harammi, amsi setib olsa yoki satsa bo'ladi. Ammo keyniga a'zo qo'shmaslik kerakmi deb bir so'rabdim yana. Shar'iy hukm eklaydi shu tijoratni qilishning yoki a'zo bo'lishning. Masalan, yuqorqi savoldan boshlaydi hukmda ilgari. Masalan, mening bir mahsulot ehtiyojim tushdi deydi. Lekin hatto bu yerda bu men ko'pincha anglaganlarimda u mahsulotlarningki boshqa bozordagi teng tushtirgan nisbatan sifatlik ham ba'zining halol sertifikat, halollik belgisi, og'irligi haqida uchurlarni oldim masalan. Yani İslam'da bir qoida bor. Xo'sh. Birinchi qilib qanday bir musulmon bir narsa olmoqchi bo'lib qolsa, u narsaning halolligiga diqqat qilish. Harom narsa aralashmagan bo'lishi kerak. Bu birinchi qoida. Bu taraf. Endi bu shirkatlar qo'ldan qo'lga, a'zodan a'zoga sotadigan bo'lganligi uchun bu qonuniy tarafdan hiyla bo'lishi mumkin. Bajo o'g'irlash, boj qochirish degan o'xshash. Sahiyya ministrligining tekshirish bo'lmaganligi uchun u mal foyda qilamdi, ziyon qilamdi, zamon o'tib ketgan, vaqt o'tib ketgan mal bu saqt salaydi, bormi yo'qmi, bunimi biznes digini bo'lmaydi. Biz u tarafga kirmaymiz, shar'iy tarafga kiramiz. U qonuniy tarafga ayrim to'xtalish kerak. Endi savol kelsak, bir odamning ehtiyoji bor. Masalan, DSN degan shirkat misol qolaydi. Xo'sh. Yoki Amway misol qolaydi.
Bir mahsulot bizdan chechi yo'q toz deydi masalan. Salomatlikka tabi bir narsa ishlab chiqaran sog'liqqa deydi. Choch o'stirgan mahsulot ishlab chiqar. Bu narsani tekshirish harom narsa aralashibdimi, aralashmabdi. Demak, ishlatsa, olsa, setavaz bo'lgan narsa ekan. Bu odam shuna ehtiyoj bo'lganlikda, mushni elib ishlatay desa, bo'lan umuman albatta bo'ldi. Men mush narsani elib dukkanim qo'yib sotay desa, bo'lan umuman bo'ldi. Bir shartda badal pulni to'lamaslik, a'zolab badal pulni to'lamas. Yoki a'zolab keyinda bir zanjirsimon lashkani paydo qilmas shart to'la, apsasi bo'laverdi. Harom narsa bo'lmagan ahvol asir. Mahsulotda harom narsa bo'lmagan. Bu umumiy qoida. Har qanday mahsulotda harom narsa bo'lmasligi shart. Unda olsa agarda bu degan gapdan masalan ba'zi shirkatlar a'zolik badal puli olmasa, a'zolik badal puli shunday shag'il tutadigan. Sizlardan hech qanday a'zolik badal pul olmadi. A'zo bo'lgan degan siz normal bir shaxs. Birilarining orqasiga zanjir bo'lib a'zo bo'llar. Ammo lekin yo sizlar boshqalar tunishtirmalar, yo sotmalar, faqat a'zo bo'lib qo'yib o'zlari to'g'riga kirsizlar, shularning to'g'riga 100 TL'lik narsani 80 TL'ga olalaylar. Xuddi hozir to'rdan zakaz qilgandeklar anaqa qildi kelmasa, o'zlari shaxsiy ishlash uchun bo'lsa. Agar bir odam bu narsani o'zidan shaxsiy ehtiyoji bo'lib yoki mush narsani olsam bozorda men foyda qildi ekan degan nuqtalar olsa masala yo'q. Bu yerda masala bir odam a'zo bo'lsa cho'qim molni ep turish lozim bu odam. Agar bu odam a'zo bo'lib qo'yib, masalan misol qilaylik. Davomli shirkatlardan bir misol qilaylik. Masalan Microsoftni misol qilaylik. A'zo bo'ldi. Yoki olma shirkatininki to'rbat ichib a'zo bo'ldik deydi. U a'zo bo'lib qolsa bizdan juda talab qilmaydi. Faqat ma'lumot talab qil. Normal holatda. Xo'sh. Telefon nomerimiz o'sha. Molni olmoqchi bo'lib qolsa, ehtiyojimiz tushgan molni olmoqchi bo'lib qolsa, shu vaqtda u a'zolikqa bir oz tushirib berish deganga o'xshash yoki qulayliklashtirish asqatadigan yer shu yer. Masalan biz Hapsi burada degan programmaga shu odamni a'zo. Xo'sh. Bu yer biz badal pul to'lamaymiz, badal pul to'lamaymiz. Bizdan a'zoligimiz bu yer haqsiz. Agar haqsiz bo'lgan bo'lsa, bu shirkatning mas'uli yo'q. Haqsiz. Yani ehtiyojimiz tushgan vaqtda long olamiz, yili qalam olamiz, yili kompyuter og'imiz gaz olamiz, bo'lmasa turdi o narsa a'zo. Ammo ma shirkatlar a'zoligida har belgilangan vaqtda cho'qim mal setib olish lozim shirkatda. Mal setishni majburlaydi. Ixtiyor qilib bugun ma kompyuter sal a'zon chiqibdi, ma Hapsi buradini ep qo'yajima degan qo'shib bunda qiyg'inmang. Siz bu shirkatga a'zo bo'lsangiz, malni ep turishingiz lozim, atrofingizga zanjirsimon allashkaga setib turish lozim. Agar mal setilmay qolib qolsa, yuqoridagi katavashlar qanday foydali? Badal pulni yeb bir foydalidir. Mal shirkatdan olganlik uchun uni setib, unidan bir foydalidir. A'zo sotgan chog'da nisbatlar yana bir foydali. Zero game bo'yicha hech qanday ziyon tortmay, hamma tarafdan foydali bir qismdir. Xo'sh. Bu masalanki bu taraf bor. Shuni ikkina farqlantirish lozim. Biz endi bu savolimiz kerak. Tamam qilaylik. Savol nima edi? A'zo bo'lishning shunday shag'il setish shirkatlarga savdosiga a'zo bo'lishning shariy hukmi. Bu shirkatlarning yuqori qo'sha savdo qilish yoki shag'il setish usuliga, mohiyati va xarakteriga qaraydigan bo'lsak, tuvandagidek bir qancha nuqtada bu shirkatlarga rasmiy a'zo bo'lib, badal pul to'lab yoki rasmiy a'zo bo'lib, ashulning sistemasi bo'yicha pul tepishninki to'g'ri bo'lmaydiganligini aniq bilgan bo'ldi. Normal a'zo bo'lib, ehtiyojim tushganda olaman, ehtiyojim olmayman, u normal ahvol durust. Miyadagi masala a'zo bo'ldimi, u cho'qim ash sistemaga kirib yuqorqisiga ergashkishi bo'lishi, keynidan nurg'on ergashkishlarni paydo qilish shart. Uningki sharti. Xo'sh. Mushda sodlarni qilsa, buning shariatning ro'yiga ko'rsatmasiga uyg'un bo'lmaydiganligini bu tövandagi bir qancha dalildan o'tirib qo'yaylik. Buni ko'rarman qarindoshlar, buning qarta masalani o'zi oydinlashtirsa bo'ladi. Birinchidan, shaxlatib setish sodasi kishilarning mol-mulkini haqsiz yavaganlik qatori kiramda o'tsa kirdi. Shaxlatib setish sodasiga yoki mush programma tuzum kirib pul topaman deb kirgan bo'lsa, bu kishilarning mol-mulkini, kishilarning qon terini haqsiz yavaganlikdan qatori kirdi. Chunki shirkatning asli sohiblari va uning eng yaqinlari yoki atrofidagi odamlar hammadan burun a'zo bo'lamdi. Cho'qisi mushular. Piramida shakli. Dastlabda a'zolik manbini asos shakllantirganlar shu. Bular
Her bir a'za bedel pul to'lagan chog'da buningdan bir pay oladi, kirim oladi. Mal satgan chog'da buningdan yana pay oladi. A'zalar malni yana boshqalar satgan vaqtida buningdan yana pay oladi. Endi bu yerdagi masala yuqoridagi odamlar, mesela şirketden sahibi deyli, xo'jayin. Malni satdi, bir televizor yoki iPhone deyli mesela. Satgan ekan, uni ish tugdi. Xo'sh. İkinci bir şirket, ikinci bir şahs şu alma telefonu setib olgan bo'lsa, uni 10 ming dollar satamdı, 300 dollar satamdı, pay satamiz yana satadi, şu adamni tugish lazım. Nima juda emasmi? Endi o baş şirket. Mesela men alma telefonni birini olgan bo'lsam, 100 dollar payda olgan bo'lsam, 100 dollardan yana şirketning asl sahibimi birinci baş a'za uni sütü bilan piramida shaklida yana payda aldashdim. O a'zalik puli ayırım, satgan chog'dagi tapqini ayırım, yana ma'nodan bunu alın. Mening ustimdagi aladi paydasini, uning ustidagi aladi qanchalik tegsa. Bu shaklda davom etadi. Shunga deymizki bu yerda masala. Oxirida men satsam bu telefonni, alma telefonni misol qilaylik. Yoki shu narsa. Pulni berib men sotib oldimmi? Sotib oldim. Ya naq sotib oldim, yoki nesi sotib oldim. Xo'sh. To'g'ri yo'li bilan. Oxir men sotgan ekan, buni nech pul satsam, kerime kimga tava bo'lish lozim? Nima tava bo'lish lozim? Navad arlıqda bir adam vasıtolab malni alsangiz payda qilib, bundan pay topsangiz degan bo'lsa, buningga bir odamgarchilik nuqtasidan ma'lum darajada bersa, u aqlsiz. Lekin uning ustidagi odamga nima deb beraman? Uning ustidagi odamga, uning nima deb beraman? Demak, bu yerda mening qon tarimni, meningki ustimdagi 20 daraja bo'lgan bo'lsa, hammasi yedimi, yemidimi? Mening haqqimni yedimi, yemidimi? Mesela 100 dollarni 100 ga bo'lgan bo'lsa, yeb oldimi, yeb olmadimi? Yedi. Xo'sh. Demak, bu yerda yuqori darajadagi asonlik odamlar töven darajadagi odamlarningki haqqini haqsizlik bilan bu yerda yeb oladigan ahvol mavjudmi? Mavjud. Shunga bu xil turdagi shirkatlarningki programmalarida ozgina odamlar payda oladi, ko'p sondagi odamlar shular xizmat qilib, qon tarini to'kib, bu o'zi payda ololmay o'tib ketadi. Azroq payda olgan bilan badal puli, topshirgan pulni agar u keyin lashkar topolmay qolib qolsa yoki guruh shakllantirolmay qolib qolsa, u to'lagan badal pulini yo'q chiqib payda ololmaydi. Xo'sh. Xulosalgan vaqtimizda bu yerda bu savdo har qanday sharoitda eng oxirdagi tabaqa, eng oxirda a'zo bo'lgan odamlar ziyon tortib ketgan aniq. Yuqori darajadagi cho'qim paydalı. En oxirdagi u 6, 9 yoki 3 yoki 4 deb shart qilgan bo'lsa, uni topolmay qolib ziyon tortadi. Ziyon tortadi. Ham islom diniga qarasa, boshqalarningki haqqini, boshqalarning qon terini yeb olish dinimizda harom. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Xo'sh. Mal mulk, haq, huquq, ne? Haqsiz, badalsiz, kuch chiqarmay turib yevilishga bo'lmaydi dedi oyat kesib. Bu birinchidan. Mishadadir bir ko'rganimiz Zikra degan bir ko'rganimiz savol so'radi. Men Koreya atomiy mahsulotlarini sotaman va sistemini 100% bilaman dedim. Sizlar degan a'zolik haqqi va yuqoridagilar 1% oladi, ostidagilar oz % oladi degan ishlar yo'q dedi atomida. Agar a'zolikdan chiqarsimi hech qanday ta'siri yo'q va badal pulimi yo'q. Ham majburiy mal setib olish yo'q. Biz o'zimizning puliga elib sotamiz. Agar sistemani tushunib boqay desilari, so'rislari yoki do'konga kelsarim bo'ldi debdi. Bu yerda bir savol. Shu qarindishimizga. To'g'ri. Şirketden mal aldı değil, vasıta arqılı. Ağa vaqtida paydını özlem alamdı ya ki özden yuqori darajada mı bölüşemdi? Buna cevap ver. Özün bu xanım bəmisimi şirket otomatik halatda özünü yuqoridagilarga ma'lum %% yollaydı yani. Mesela malni siz mesela sakal maşinisi değil. Yoki bir may. May değil mesela. Bunu 1000 TL'ga satışlarda belgilep berdi. En töven bo'lgancha 800 ga tushirib satsangiz bo'ldi deydi shirkat. Bu satdi pulni urib etdi. Shirkat bu yerda nisbatni sotquchidan tortib yuqoriga chiqish hammasigacha qanchalik bo'lishadiganidan ya qanchalik taqsim qildigini bu qadam holat. Bu yerdagi eng negizlik masala bu. Demak bu yerda birisi shu shirkatda
Malni ep satqan bo'lsa, pulni berib, u qanchalik foyda olamiz o'zining haq. Biz vasf bo'lgan bo'lsa, bak uning ko'ngil qo'ygan bir haqiqatdan bari. Lekin uning ustidagi dajlar nima deb berdi? Davomliq nima ish qilib berdi? O ustidagi odamniki bu odamning qon ta'minlashiga nima haqqi bor? Garchi shirkat ba'simi. Demak, mush boshqalarning haqqini cho'nglar yeyilib beydigan, qolganlari o'raqalat qildigan haqqini yeyilish ahvoli mavjud. Mavjud bu. Xo'sh. Bu birinchi dalil. İkinci dalil, bu şirketlerin kelishimlari, to'xtamnomalari qarasa qimor xarakterini o'ziga. Qimor xarakter bağımlısı var bu şirketlerge programımız a'zo bo'lganda qimorning turi kir. Chunki bu şirket a'zo bo'lish mahsulotni sotib olib o'zi foydalanish yoki mahsulotni sotib olib foydalanish maqsad qilmaydi. Agar bir odam bir shirkatga a'zo bo'ldi deydi. Men a'zo, masalan, mening bir shirkatim bor deydi. Men Biko shirkatininki elektronlik narsani vakolatchilikni sotib olgan bo'lsam, a'zo bo'lib vakillik sifatida masala yo'q. O'zim ishlataman, sotaman. Mayadiki masala, asli masala, foyda tepish, pul tepish bo'layotgan masala. Mahsulotni sotib olib foydalanish yoki sotib foydalanish asli maqsad emas. Bu yerdagi shirkatning bozorga solayotgani, shirkatning to'xtamay daqdumboq solayotgani bizga a'zo bo'lsangiz, ko'plab foydalisiz, jiq foydalisiz, tez vaqtda beyib ketasiz degan bir tashviqot bu. Mal sotib beyib ketamdi yoki boshqa jiq odamlar bilan kelayotgan kerimninki xo'sh. Nisbetli pay bilan odamning a'zolari ko'payganligidan. Beyg'am bo'lsa, beyg'am bo'lsa. Xo'sh. Demek bu yerde qimmat tarafi bor deganimiz xaridorni qanoatlantiradi. Bizga shirkatga a'zo bo'lsangiz, tez vaqtda sizning ishingiz rivojlanib, beyib ketasiz. Demak, boshqalarni a'zo qilib, uningdan pul tepish maqsad. Mahsulotning o'zini sotish maqsad emas. Xo'sh. Ham bu yerda yana qimmat tarafi bor deganimiz shirkat belki ba'zi shirkatdan 2 ni talab qilganda, ba'zidan 4 ni talab qilganda ko'pincha shirkatlar 6 bilan 9 deydi. 6 bilan 9 ni ekkalsa, bu 6 bilan 9 odamning tepilishi aniq masalami yoki shaklik masalami? Xo'sh. Aniq masala emas, shaklik masala. 6 odam topa olishi mumkin yoki topolmasligi mumkin. Shunga bu yerda bir odam ko'p foyda olaman deb bu shirkatlarga a'zo bo'lib qolsa, bu yerda xatarga duch keladi. Qanday xatar bor desa, chunki shirkat a'zo bo'lgandan ko'pincha foydalanmaydi, foydalanadiganini yuqori cho'qsidagi as-sondagi odamlar. Bu yerda qimorga o'xshash bir qaramliq bor. Ya'ni men boy bo'lib qolamanmiki, tezroq menmo jiqroq natija payga erishib qolamanmiki deydigan bir xil ehtimollik bor. Amaliyotda bu a'zolik sifatida to'lagan molni talab shart qilgan shirkatlarning sifatida uni qaytarib olmaydi. Navadam qaytarish bo'lib qolsa, o'zining o'rniga boshqa bir odamdan birini ekib bera olsa, ba'zi bir shirkatlar bor, badal pul to'l. Men bu nimadan chekinaman deb qolsa, o shirkatning shartida o'zining o'rniga odamdan birini tapirasi chekinishi mumkin, bu chekinolmaydi. Endi bu yerda yuqoridagi gapning to'liqlamizda bir necha odam tap dedi. Tapgan bo'lsa-mi, foyda ola olamdi, olamamdi. Endi o kishilarni qanoatlantiramdi bu yerda. Xo'sh. Aniq bir yo'l bormi? Yo'q. Ehtimol. Mumkin, qanoatlantirish mumkin, qanoatlantiramiz mumkin. Demak, qimorning xarakteri bormi? Chunki qimor o'ynagan odam nima deb o'ynaydi? Men utib qolamanmiki? Mushningdan foyda olib qolaman. Bo'lmasa qimor ziyon tortish ehtimollar kuchli bo'lsa kuchli. Qaromlik bilan foyda olib qolamanmiki? Tizlan ber. Beyib qolamanmiki degan maqsad o'ynadim. Ma shirkatning taqozosidimi? Shirkatning bu xarakteri bormi? Masalan, yana bir misol olaylik. Agar biz yuqori darajaga o'rlagancha bir yer cho'qim to'xtaydi desak, to'xtamiz cho'qim to'xtaydi. Zanjirsimon davomlashi mumkin emas bu shirkatningki guruh holati. To'xtaydi desak, bu yerda qimmat ekanligini aniq chiqadi. Qanday aniq chiqadi desa, chunki a'zo bo'lgan odam, eng oxirida masalan, men a'zo bo'lgan bo'lsam, men bu shirkat a'zolab pul topaydim. Halal haram bilan kari yo'q yoki pulni topqin bo'lgan bo'lsa degan bir odam bo'lsa deydi. Men bu shirkat bir a'zolab pul topay degan bo'lsa, mush a'zolik davomlashir ekan, shu foyda ola oladi ekanman, a'zo bo'lay dedi. Agar a'zo bo'lash to'xtab qoldigan holda bo'lib qolsa, u odam a'zo bo'lamdi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ya'ni
ish davomlashib ketaveribdi. Bu shirkatga to'xtamay guruh holatda odamlar kirib o'tibdi. Men shuning qatori kirib, keyingi men 6-9 odamni tepirib, malni setib bir foydalay, avul teppaganlikda shirinkasini bir olay. Ba'zi shirkatlar nima talab qilsa, uningdan bir foyda olay. Hammalar olgan foyda ekan bu. Bir malni satsa, eng oxiridan tortib yuqorigacha hammasi tang foyda olgan ishga degan bu maqsaddir. Agar bu odam eng oxirgi bir a'zo bo'lib qolganligini bilsa, bu darajadan taqimi yuqori o'rlamay ashad uxlab qolganligi yoki bozorniki to'xtab qolganligini bilsa, $1 verib bo'lsin a'zo bo'lsa, $1 ziyon tortishni aniq bilsa, qatnashamiz shuningga? Yo'q. Bakadim baka $1 mi ketmisin deb demaydi. Agar mushu shirkatga a'zo bo'lsangiz, bir yil jarayonida $5-10 ming pul topa olasiz deydigan bir va'da, qiziqtiradigan bir tashviqot bo'lib qolsa, yoki boshqalarning ishini ko'rib halol harom bil kar yo'q, to'g'ri xato kar yo'q odam ko'rib, bo'ldigan ishga deb ishinib qolib qolsa, $1 emas, $10 ming to'lab ishni boshlaydi. Boshlaydi. Xo'sh. Demak, bu qimar xarakter bor degan o'smishadi ishlang. Chunki bu programma kirgan har kishi eng ojiz nisbatda bo'lsa-mi, yo'q hisobda bo'lsa-mi, uftu bo'lishi mumkin, boy bo'lishi mumkin, pul topa olishi mumkin deb keldi. Xudo qimavozga o'xshash. Qimavozmi uftirishi 100% bo'ladi, 99 bo'ladi, 1% ehtimolli bo'lib qolsa, ta'liq kelib qolamki deb atqanga o'xshash bir ish endi. Xo'sh. Bu ikkinchi dalil. Yani bu işten ki qimar xarakterini olganlik uchun shariatga uyg'un kelmaydi tarafi. Üçüncü bir tarafı bu shirkatlarning programmasiga qarasak, bir aldamchilik bor. Aniqsizlik bor. Usulimiz. Ba'zi shirkatlar qarasa, sizlarningki qilayotgan ishinglarning haqiqati nima? Nereden neyga desa, ba'zi javob bergan olmaydi, ba'zisi birasini bergan olmaydi. Ba'zi berganimiz o'zgardi. Masalan, Orpilem shirkatini misol qilaylik. Bu hali uzunlarni Uyg'urlarning orasida bağlayın bu isim xatolashmasa. Bu shirkat Shvetsariyami, Shvetiyami? Bir yana shirkat. Shvetsiyaniki shirkat xatolashma. Bu yerdagi asli xatolashmasam Yevropada mandasi. Bu shirkatning qo'ygan shartida a'zo bo'lgan odam cho'qim nima to'lash lozim deb. A'zolik badal pul to'lash lozim deb bosh shirkat. Türkiye'deki şirketlerki torbete qarsa, bizden şirkette a'zolik badal pulini talab qilmaymiz. Ya bu yerga kelgan chog'da elib o'tdimi bular? Ya ko'rmagan bo'lish bu musulmon diyar bo'lgandan fatvo chiqarib bizni ishimizni kalkamaydi bu shaharni asli yo'q qilaylik deb bunda qo'ydimi? Bilmaydi. Ona shirkatda talab qildigani bu aniq ko'rdi buni masalan. Endi bu shaxlit sotilgan shirkatlar bir aniqsizlik bor. Bu yerda bir aldamchilik bor. Nereden bu da demezse bu şirketlerin programımız katlaşkan kişi özünün en töven derecede bulduğanlıqını bilse, en ahırda bulduğanlıqını bilse ve başka azalarının ki bedel puldan kildiğen keramıga erişemeydiğanlıqını bilse, aza bulamdı bulmamdı. Aza bulmaydı, hem şirketten meline olmaydı. Demek bir yerde bir enak yol bağımı olsa enak yol yok. Yani bu işçinin nereden nereye? Mesela ruşa yok. Yani sizden melimizde alsanız, a'zo olsanız, payda tapsınız, siz vaqt beyip gitsiniz deydiğen bir xil şekil bile. Yani bular tovarni, mahsulotni, malni parda shaklida bizniki ko'rinishimiz bo'ldi. Holatimiz bilan uni parda qiladi, ko'rinish qiladi, ammo amaliyot topadigan foydasi boshqa yo'ldan keladigan foydasi bu shirkatlar. Agar unda bo'lmay qolsa, malni nemishqa faqat men bilan siz orqali yetkazgan qilib qo'yib. Buni bozorga to'ksa, buni ko'rmagan, bilmagan odamlar, ehtiyoj bor odamlar talab olsa, bu shirkat undan jiq pay topmaydi. Nima uchun unda qilmaydi? Nima uchun erkin kishilar seta olmaydi u malni? Nima uchun faqat bir odamni seta olishga bog'lab qo'ydi? Onun üstüne bu şirketler qarsak, təşviqatı köpünç kimler qartırsa, töven seviyelik, yani turmuş töven boğan, yak normal boğan adamlar qartır. Deyimizler, bay olgan bolsanız yol bir yer. Bay oluş, xiyalından, orzuğun iş kaçıramız yol bir yer, biz kelinlerdi. Cık çıkım ketmeydi. Dükkan etiş ketmeydi.
O'zingning asosiy ishini qo'yib qilish ketmaydi. Qo'shimcha degan qo'shib bir nechta turlik buni osonlashtiradigan bir ishdir. Bu yerda bu tabiiy markazlashtir. Agar bular bu yerda soxtalik yo'q desa, bu kambag'al o'rta tabaqadagilarga markazlashtirgan bu tashviqotini molning alohidligini, molning sutini tonishtirishga markazlashtirib bozor to'kkan bo'lsa, uningdan albatta foydani ko'p olgan bo'lishi mumkin. İş sağlam bo'lgan bo'ladi. Nima uchun bu yerda bir aniqsizlik bor? Nima uchun bozor chiqmaydi? Qimmati tushib ketamdi bozorda. Bozor chiqsa-mu oladigan odam oladi. Albatta qimmat u mollar, ya'ni normalda tuvan seviyeliklar olamaydi. Ehtiyoji bor odam oladi, ehtiyoji yo'q odam olmaydi u molni. Mishad yana birisi savol so'rabdim, shu tushunganimda hozir shu har xil guruhlarni ko'ryapmizmi shu. Uyda oturayotgan hanım kızlar şu uyda şu bu malını şu şirketlerin mallarını tanıtırken bazı kep kaldı o umumi gruplarda. Hanım kızlarımız ailesi yani öz iktisadını kamdaş için avval şirketke a'za bulup şirketten sen a'zan seti verip andın ona başka şu özünki grupistiki hanımlarga teşvik kılıp aydan 80 TL alganını 100 TL setip mandak turmuşni kamdayotgan hanım kızlar var. Eğer bir şey başkalarına a'za kılmay bir ayal değil. Mənim bir şirketə əza oldu. Mən muş məlandan hər ayda məsələn 100 dana alaydı. Pərsə. Nimbos deyil, çapan deyil, doppu deyil. 100 dana alay, yak mənəli bəgin, yak hər ayda muş işlər əzan badı bəgin. Bu ayal kəynigə ləşkət toplamasın, əza qılmasın, xalqanç payda yapsa bunun məsələsi var. Məsələsi yox, durusumuz durus. Lakin nəticədə bu şey əgərdə endi bu ayalınki paydasına ilgili birdiğan tən paydalıqan işimiz. İlgili birdiğan? İlgili. Bu ayal bir vasıta şirketten alırsa, baş şirkette otturdaki vasıtçılara paydasını yok koymaydı. Lekin bu ayal mı özünün ilgili birisiga şu birisinin tunuşturuşuyla azab olalaydı değil mi? Evet, yani şunu da ötüm. Bir vasıta şirketten alsa, kançılak gelip kançılak satsa bu uçuk bazar, erkin bazar bu duruz. Lekin bu ilgili bir demesi bağlandı bir noktaya. Onu bağlansa yana bir yerde zincirsaman tor şekli var mı yok mu? Bak. Zincirsaman tor şekli boğandıkın bir yerde setiş siz ayda çokum zaten mançılık demdo malının miktarı demesi mi? Şirketin malı şart mı? Azalık tutturucu şart mı? Şart. Mecburlansın mecburlu. Eğer malum zamanda jıldı dedi mal almaya kapkası onun azalıkı emelden kaldı. Şunu bunun için a'za bo'lish kerak deydi hamda a'zan setib olish uchun a'za bo'lish uchun pul to'lash kerak yoki pulga narsa setib olish kerak. Buni xato degili bo'lmas. A'za bedel pul to'lasa bu bedel puli ilgirki shu shaxsining ilgiri a'za bo'lganlik taqsim qilindi bu. Kuchib ketdi bu. Yo'q. Xo'sh. Demak, mushningdan samirada yuqori tabaqadagilar nisbat bo'yicha. Buning bo'lmagan yeri. Bizniki da'vatga yerimiz. Eğer bu bedel pul to'lamay, malni isqanchlik setib olsa, ne holat misal kelishgan holat emas, o'ttirda zanjir saman bir-birisiga bog'langan u zanjiri bo'lmasa. Boshqalarning haqqini yeb ketadi deganimiz o'ttirdagi zanjir saman zanjiri. U yo'q bevosita shirkatdan setib olsa bo'lmaydi. Şirketlerin hammasi şaqiltib setish emaskan, bevosita setishda mi barkan, ikkisining farqi barkan, hammasini şaqiltib setish deyish to'g'rimi debdi. Yo'q, biz yuqorida ikkiga bo'ldik. Şaqiltib sotilgan shirkatlar bor, endi bevosita sotilgan shirkatlar bor. Bu yerda mal setishni shart qilmay qo'yib qolsa, nima setishni shart qilmay qo'yib qolsa, erkin xalqqa olib setamsa, uni ular muomala qilsa o'dirib. Xo'sh. Badal pulni talab qilamiz. Ahirgi ko'rmanimizniki gapi siz programmada xato tushunibsiz so'zlarni. Yuqoridagi to'liq anglasangiz biz hargiz butun tordagi tijoratni aram degan gap hech qachon chiqib boqmadi. Shuni to'liq anglashingizni tavsiya qilamiz. To'rtinchi bir dalil shaxslatib setishda jazoni shubhasi mavjud. Shubhi. Ba'zan aniq jazoni var deydi, ba'zan olimlar bular bir shubhi var. Nima ish qiladi? Chunki a'zo bo'lganda ma'lum miqdorda molni yani pul to'lagan vaqtida, rasmiyat to'lagan vaqtida bunun qarşılığında bu payda topamiz payda. Aslında bir yerde o'zi ep satgan maldan pay topgan bo'lsa, yo'lliq topqili shot. Bu mesela $1000 a'zolik bedel to'lagan bo'lsa, buningdan ya oshirib ne holati topilib paydan yoki nisi holat bo'lib qolsa, nisbat bilan o'zining hisobiga manch %dan, manch TL'dan deganda urilib ma'digan bir ribo holati, jazoni ahvol mavjud.
Jaza şubis bo'lib qolgan bu taraf bo'lgan uchun bu ishninki to'g'ri bo'lmaydiganligi bu yerda aniq chiqib turdi. Tölemese agar bunda a'zolik bedelini bir tiyin tölemaydigan şey. Tölemaydi. A'zolik bedelini tölemese, endi malni setib olishni shart qilmasa, xalqan vaqtında al, xalqan vaqtında olmasa, u vaqtda durus. Xo'sh. Masala yo'q. 5-chi bir dalil bu ishning bo'lmaydiganligi, shaxlatib setish to'g'ri bo'lmagan shartlarni o'ziga tarafı. Masalan, mahsulot setib olish uchun a'zolik bedelini to'lash bu qamlashmagan shart. Yoki malni siz cho'qib sizni ilgari vositaning o'zida olsa, uningdan boshqa ilishga bo'lmaydi degan bog'lab qo'ygan bunday bir shart. Bu to'g'ri bo'lmagan bir shart. Bu uning maqsadi oxirdagi bir odam emasdi, mal olmoqchi. Cho'qib malni falon yerdan bir qatamli qo'ygan bo'lsa, bizda tugda falon yerdan ol yoki falon tarafdan san yer, u ayrim bir gap. Lekin har qatam mal olgancha cho'qib og'ishdan olsan deb bog'lab qo'ysa, bu shart shariat uyg'un emas. Yoki bo'lmagan bo'lsa, xaridorning sen manch xarida ekilsen altın 9'una yoki 4'üne ekilsen deb shart qilsa, bu shart mı shariatning uyg'un emas. Balki ba'zida bu yerda deyish mumkin. Payg'ambarimiz al-muslimni alashurdi. Musulmonlar qanday shartlasi bo'laverdi? Halolni harom qilib o'tadigan yoki haromni halol qilgan shartimiz bo'ladi deyish. Bu hadis bu yerga tushmaydi. Chunki bu ishninki yuqorida masalan degan bo'lsak, har bir tarafdan qilma bo'lish ehtimoli bor. Shubisi bor. Jazoni chetlab qolish shubisi bor. To'g'ri bo'lmagan shart qo'shilib qolgan tarafi bor. Ening kendi boshqalarning haqqini haqsizga bo'lishdan iborat har turli shubi, har turli xatolik mavjud bo'ladi. Shu bu shartni yoki bu hadisda u yerga uyg'unligini tatbiq qilmaydi. Endi xulosaga vaqtimizda yuqorqi 5 turlik dalildan, masalan, bu boshqalarning haqqini yo'llash ehtimolligi, qimorga kirib qolish ehtimolligi, bu yerda bir aniqsizlik, g'uvalik yoki qorong'ulik yoki saxtipazlik şubisi, jazo uçup qalish şubisi ve şariat uygun bo'lmagan shartni qo'shib olgan shubilardagi 5 turli dalil bayon qildi. Endi yuqori bu dalillardan qanday xulosa chiqargan bo'lsa, shaxlatib sotadigan bu shirkatning sohiblari ko'p pul tepish uchun mahsulotni ko'rinish qilib oldi. Yoki bahona yoki parda qilib oldi. Biz nima ish qilamiz? Mal sotamiz. Mal sotadigan bo'lsa, malni bozorga salsin, bozor to'ksin, ortiqchilikni xususiy xuddi olpin, aypini misol qilsak, to'g'ri chiqdi. Hamma bu yer topqin oldi. Hamma davlat topqin oldi. Xalsak olamiz, xalimsak olmaymiz. To'ksa oldigan odam, ya'ni ehtiyoji bo'lib qolsa, hepsi paydalangan bo'lib qolsa, edaverdi. Nima ish bu shirkat bir xil aniqsizlik bilan o'zining yo'lidan kelgan odam sotib boshqa odam sotib qo'ydi. Chunki bu şirket qarası demişim bir yer bir ko'rdi, mal perdeden ibaret. Bahaneden ibaret. Ma şirketning cho'nglari nisbatan kichiklari, keyinchilari ozgina bir paydalımız degan bilan cho'nglari nisbatan bu parda ko'rinishdan ibaret. Chunki yangi xaridor tepib berish bilan kelgan payda bilan mal sotgan paydani sanash yo'q. Şirketning ben sahibi, egisi men. Xo'sh. Masalan, mal $500. Yoki $100 deylik. Xo'sh. Ko'pincha narsaning bahsi bo'yicha sog'liqqa ta'ba buyumlar misol qilsak. Ammoynik $100 yaraydi. Ammo shirkatning sohibi va yuqori tabaqadagi, yuqori darajadagi odamlarniki yangi a'zoninki kirishi bilan olgan foydasi qanchalik? Az bo'lsa-mu 100 minglagan odam bilan to'plashib kelganda jiq foydaldi-da. Oyda oldigan foydasi $20,000 deyishgan. Av mahsulotning bozordagi bahasi, qilayotgan bahasi, sotilgan bahasi $100 bo'lgan bo'lsa, yuqori o'rlagancha tabaqa daraja uning oyda olgan bo'lsa $20,000 deyishib ketdi. Nereden keldi bu pul? 100 minglagan a'zodan. Nima ish $100'lik narsa? 100 minglagan a'zodan keldi. Mal $100'dan. Asl malning bahasi. Yo'q, jiqsasi shuningdek qanchalik setaversa o million paydasin. Bu yerda masalan tabaqa 10 tabaqa desa, yoki 10 daraja desak, har birisi 20 mingni, birisi 30 mingni, birisi 50 mingni. Baş şirketning asli egisi, masalan iPhone qo'shdi. $1000 iPhone 14. Buni baş şirketlar setib 5 milliard topdi. Xo'sh. To'g'rimi, to'g'ri emasmi sodasi? Bu to'g'ri. Orliqda vasıta var bo'lsa, ma'lum qo'shish zanjirsiz vasıta yo'q. Ammo mayada bir tovar yoki bir mal
yoki bir masala 100 dollar yalaydigan bo'lsa, buningdan kelgan foyda bilan xaridorning ovushi bilan, a'zoninki ovushi bilan kelayotgan foydani selishtirsak, 100 dollarlik foyda maldan kelsa 20 ming, 30 ming dollar xaridorning ovushidan, ya'ni a'zoning ovushidan keladi. A'zo bakaq chirib, ya'ni suhbat berganga bermaydi. Hammasi dollar tashlaydi. Shunga keldi, haqni yanchiqidan olganlik uchun kelyapti bu. Bu nima 100 dollarlik narsadan 20 ming dollar foyda oldi. Xo'sh. Çatak bir yer işlenki. Demek bir yerde xaridor o mal mesela 100 dollarlık malını bazarda ihtiyacı 200 dollara satıp aldı, 300 dollara satıp aldı. Mesele yok onun. Kançılık satarsa hatta 500 dollara satarlısın 100 dollarlık malını. Xaridor teppergerlikten elivatkan paydık yetmeydi. 100 dollarlık malını 500 dollara satsın bazar yok olup gitti değil mesela, ihtiyaç düştü değil mesela. Hazır koşu bazen saklap çıkartkende. 200 manlık maşin 500 manlık çıkıp algandek değil. Satsın. Kançılık payda az. Lekin xaridor tepperer, a'zo qilib berar, qanoatlantirib siz men o'sha boy bo'la olasiz yoki yo'l topa olasiz deb birsini echirib qo'ygandek, payda selishtirganchalik ikkisini osmon zim farqi bor. Mana ikki nuqtani bu yerda ayirishasiz. Demak, bu yerda asli foyda mol sotganlikdan kelmayotdi. A'zoninki to'layotgan yoki a'zoning ko'pligidan shart qilayotgan nuqtadan kelyapti bu foyda. Bunda bo'lgancha bu yerda asli maqsad mal setish emas. Asli maqsad bu yerda mahsulot emas. Asli maqsad bu yerda qo'shimcha kirimdan asos qilish. Malni o'zidan bositroq setib, jamiyatning ko'tarilishi bo'yicha uningdan jiq foyda olmaslik, asli oldigan foyda a'zolni avutish orqali uningga badal puli yoki zanjirsimon bog'langan motor yuqori tabaqaning ko'plab foydasi asli maqsad bu. Shuning uchun malni bu yerda biz parda deganimiz shu. Xo'sh. Ochiqma emasmi? Yana qaraydigan bo'lsak, bu shunday bu shirkatlar mahsulotni tonishtirishdan bekrak nima kuchaydi bo'lsa, sistemasini tonishtirishga kuchaydi. A'zo bo'lishga tashabbusini bek kuchaydi. Agar bu yerda asli maqsad tovarni bozorga solish bo'lib qolsa, mau qalam, bu yapondan qalami, buni manchilik aladimi, buni qanchalik tonishtirsa, mushunda bas sifat bo'lib qolsa, hamma o'tirib qo'ysa, to'g'rimi to'g'ri. Yolg'on gapni qo'shib olmagan bo'lsa. Asli masala bu yer. Lekin bu qalam tonishtirishdan bekrak bu qalamninki yetib keldigan zanjirsimon vositachilarni zanjirsimon turini tonishtir. U sistemani tonishtir. Sistema kishilarni ekirishni tonishtir. Uni jiq mablag' soldi. Uni jiq rasmiy qilib, uni jiq bozor soldi. Buningdanmi nima tushunib olganim bo'ldi? Demak, asl maqsad maldan bekrak boshqa yo'ldan foyda olish ekanligini tushunib olganim bo'ldi. Demak, yuqorqi dalillarga asosan a'zolik puli shart qildigan ham mahsulot setib shart qildigan shaxlatib setish sodasiga a'zo bo'lib pul tepish to'g'ri emas. Xo'sh. Men mushunga a'zo bo'lib pul tepaman yoki soda setib qilamansa bu to'g'ri emas. Dinini harom ishdan qo'g'dayman degan yoki shariatda shubhilik deb qaralgan ishdan yiroq turman degan odam bo'lsa, bu xil shaxlatib sotadigan, a'zolikni shart qiladigan yoki mol shart qilgan bu xil savdolardan yiroq turish lozim. Ya'ni bu deganlar yuqori deganimizda bir insonning mazkur shirkatning bir ehtiyojiga, bir mahsulotiga yoki bir qancha turlik mahsulot ehtiyoj bo'lib qolsa, uning ba'zi qanchalik bo'lishiga nazar ehtiyoj nuqtasidan uni o'zi ishlatsa, yoki biz sizga hadiya qilsa yoki ya'ni foyda olayman deb satsa, u ayrim ahvol, u durust. A'zo bo'lmagan ahvol aslida. Ya'ni badal to'lab yoki majburlangan nuqta kirib qolmagan aslida. Xo'sh. Doğrusu müşahede yeni kalan bir sual geldi. Yani körünmenlerimizin yüzü vardı diyene. Normalde mesela abi bir körünmenimizin sualığa cevap vergendiler mesela. Eğer de azapul talep kılmasa, yüzü bir vasıta şirketten alalıysa. Baş şirketten alalıysa. Ya ki bu mesela... Ya vakaletçi tarımkıda alalıdı. Oturdu fakat demiyor. Ya mesela uyda kıvatkan hanımların köpüncüsü mesela uyda oturmuş, ticaretli kıvatkanların ki. Özden mesela bunu bilgendeki mesela ben hiç kanda astımda hiç kanda aza kubul kılmayman, aza bulmasın bana dep. Yani şu şirketten malını seti verip 80'ge alğanını 100'ge satsa mesela halakka normalde.
Ama üstüdeki a'zolik pul to'lamaydi. Ama üstüdeki her ağanda üstüdeki 20 odamga, mesela 20 odam bor deb faraz qilaylik. Bu 20 odamga bu ayol setib olgan $1000 maldan % ayrılıp ularga ketaverdi. Lekin bu ayol ziyon tortmaydi bu yerda. Bu ayol 80 tiyindan 80 so'mdan oladi mesela, 80 liradan. Onun baş şirket üstüdeki 20 odamga taqib berdigini baş şirket hamdi. Lekin bu ayol ziyon tortmaydi bu yerda. Bu 20 adamni vasf qilib olmay bevosita baş şirketdan yoki uning vakolat tarmoqini olib 80likni 800lik setib olsami, bozor ko'tarsa, u durust uyda o'tirib qolamdi, bozorga chiqib qolamdi, do'konga chiqib qolamdi. Lekin oraliqdagi 20 odamninki boshqalarning qontarini yeyishga sabab bo'lish, vasf bo'lish bu to'g'rimi? Bu vasfning o'zi maqsadning o'zini o'z ichiga oladigan bir qoida. Lekin masala bu yerda meni kallamga kelayotgan narsa, mesela bu ayol yalğız bevosita şirketdan olsami 80 liradan oladi uni. Mesela hech kimni üstüdeki 20 odamni aralashtirmay olsami 80 lira qoldi. Bu ayol shu bir sabablik a'zo bo'lib qilib bular orqali olsami, bu ayol o'xshash shu pulga oladi, ammo lekin şirket, ana şirket ma üstüdeki 20 odamga pul taqib berdi. Bu ayolning hech qanday ziyon uchraydi. Agar badal pul talab qilmasa, bu ayoldan deydi yoki bu kishidan. Enan keldan siz yilda manchilik mal olsiz deb shart qilmasa, xohlagan chaqda olsangiz, xohlagan chaqda olmasangiz bo'lsa, u vaqtda ixtiyor erkin so'di, u vaqt durust bo'ldi. Buni tushsa. Xo'sh. Lekin siz oyda manchilik narsani elishingiz lozim. Deydigan bu shart bo'lib qolsa, zo'rlab qo'yib qolsa, yuqoriga cheklangan doira kirib qoladi. Ya'ni yuqoriga hada qimmat xarakterdagi dair kirib. Çünkü 80'lik narsani 100'lik davomli setish ehtimoli bormi buni? Davomli sataolmaydi. Ba'zi setishi mumkin, ba'zi sataolmasligi mumkin. Xo'sh. Tushundim. Böyle chiqib, yana bir savol so'rabdim. Demak, boshqalarga a'zo bo'lmagan asosda bo'lishi kerak, bevosita shirkatini elish kerak, xuddi Amazon shirkatlariga o'xshash. Masalan, ammo boshqalarga a'zo bo'lib kirib, undan narsa setib olish az bo'ladi. Bu to'g'ri so'z, bu ayrim bir egatman. Xo'sh. Chunki men bevosita Amazondan telefon bo'lamdi yoki biznes bo'lamdi ola olamiz. Bunga masala yo'q. Biz to'g'ri so'z dedimda shu shaqilitib, zanjirsiman bir bog'lab. Ammo degandek, shu hozirgi shirkatlarning hammasi asosan abay deyishganimizdek birilir vasitasi orqali a'zo bo'ldi-hamdi. Shu burun qilgan, burun a'zo bo'lgan. Bular orqali qilgan bo'lsa, avval burun tanishtirgan kishiga a'zo bo'lmaymiz hamda kirganlar. Ondan narsa setib oldi. Ondan shirkat bahasi sotadi. Bunday ahvolda masalan, men bilan shirkatning oraliga 20 odam bor desak, sizlarga masalan atominingki palani nasman lozim dedi. Masalan, xo'sh. Ko'chadagi normal bir odam. Men sizlarga ashuna sotmoqchi bo'lsam, eng oxirdagi halqa men bo'lgan bo'lsam, men bevosita shirkatga bilan aloqalasha olmayman. Mening ustimdagi odamga men mau mahsulot lozim. Uning ustiga cho'g'lab eng oxirman. Hayır, unda olsa ahırda programımız ahır kelib qoldik. Mush tugatamdiqmi shu yoki oxirdagi bu vaqt uzrab ketdi, ammo misha to'xtatsak balkim cho'ng olimlarning fatvosi men agar bu qilsa bir misol qilsak bo'ldi. Lekin bu yerda bu shaxsiy ba'zan bu vasitlikning rolini o'ynagan yoki komissiyon haqqi yoki ish qilib bir ishni qilib berib uni haq qilish bunun qiyos qilgani bo'lamdi desa, bu vasitchilik masalasi bor. Uni kirmaydi. Kirmaydi vasitchilik. Bu vasitchilik ayrim ish, bu ayrim ish. Olimlarning deyotgan vasitchilik abayimizlar bir azroq so'zlab o'tib ketdilar. Vasitchilik aslida ya bir qatim ya ikki qatim bo'lishi mumkin yani. Men misolda tushuntirib qo'ygan bo'lsam masalan. Bir qatim tugay davomli, u men masalan o'yini misol qildim. Siz men o'yini elish sabab bo'lgan bo'lsa, bir qatim biraz taqdim qilaman, davomli o'yib berganda biraz berilgan ish yo'q. O demak o sherinka alish bilan emlakchilik qilib deyil ya komissiyon vasitchilik qilib bu shaxtib setish ikkisi tamamen ayrim bir ish. Biz o'xshamaydi. Tamam. Davomqaz bir necha olimninki so'zimizni kuchlantirish uchun yoki ko'rilmalar bu faqatlan palarning gibi bu yer boshqa cho'ng olimlarningki bu vaqtda fatvosi bor bilib boqay deyish mumkin. Bu yerda olim ikki olimning so'zini fatvosini o'tirib qo'yib
islom iqtisod shunasi. Bu masala iqtisodiy masala. Xo'sh, xo'sh. Bunga ahlining hammasi javob beradigan masala emas. Ya javob berib bo'lmaydi ko'pincha. Falon ahlimiz hammasi olmaydi. Bu kasbiy mussani obdan tushungan. Chunki dinimizda yoki bu fatvo bir sohasida fatvo berish uchun cho'qim oz sohani shu masalani obdan tushunish lozim. Xo'sh. Tasavvur qilish lozim. Real tarafini, siyosiy tarafini, iqtisodiy tarafini, shaxsiy, ijtimoiy hamma tarafini tasavvur qilgancha endi fatvo bergan bo'ldi. Shu bu iqtisodiy fatvoni iqtisodiy kasb egallaridan fatvosini olsa bu fatvo endi sog'lom chiqadi. Shu ahli ilmga falon mollakin deb so'rasa chatoq chiqadi. Chiqlar yaramaydi bunga. Buning kasbiy faqih bo'lgan bu odamlardan elish lozim. İslam iqtisod shunasi haqida. Islom dunyosida to'lgan ikki olimning fatvosi o'tirib. Birisi İslam iqtisod mutaxassisi professor Husayn Shuhat degan bir olim bor. Dağlıq Azhardagi bir o'qituvchi olim. Bu olimning bunda bir fatvosi bor. Biznes bu şaxlatib satadigan bir shirkat. Xo'sh. Biznes va shuning o'xshash shirkatlarning şaxlatib setish tuzumi shar'iy jihatdan to'g'ri emas deydi. Chunki bu xil savdoda aldamchilik, aniqsizlik, qarong'ulik ahvoli mavjud. Ro'shan emas bo'lgan usuli yo'l edi. Xo'sh. Bu savdo, bu şaxlatib sotgan savdo kishilarni ko'p foyda olishga qiziqtirish orqali mahsulotni bozorlash maqsad qildi. Yani ko'p foyda ola olasiz, bizning mahsulotni olsangiz, bizga a'zo bo'lsangiz deb shuni maqsad qildi. Amaliyotda mahsulot haqiqiy bahosida ko'z tutilmaydi. Belkim $50 yaraydigan narsani a'zoligi $100 bilan setishi mumkin masalan. Ba'zi a'zon ba'zi yo'q. Chunki u mahsulotninki o'qishi bozor bo'lmag'achqa uningga bahona sirtdan qo'yilmaydi. Belki bir yerda mahsulot haqiqiy bahosida ko'z tutilmaydi. $100lik narsa mesela 120 ming sot, 150 sot u emas deydi. Belki odam topib berish, ya'ni qo'shimcha a'zoni ko'paytirish asli maqsad bu yerda. Shunga bu turdagi shirkatlarda muomala qilmaslik lozim deydi. Bu doktor Husayn Shuhatning fatvosi. Asli hamda ikkinchi olim, ya'ni ikkinchi fatvo islom iqtisod sohasida ko'plagan tadqiqotlar o'tkazilgan. Bir qancha islom banklarida shar'iy fatvo berish, shar'iy jihatdan kuzatish xizmatini elib berayotgan ham bo'lgan. Bir qanchalar fiqhiy tadqiqot markazlarida tadqiqot olib boradigan olim professor Ali Muhyiddin Qardag'iyning fatvosini keldi. Ali Muhyiddin Qardag'iy undaq deydi. Şaxlatib setish shariatning ko'rsatmasiga va maqsadiga uyg'un kelmaydi. Chunki bu savdoda aktiv bo'lgan bir bo'lak vositachilar foydalanib xaridorlarning pullaridan ko'p pul to'plab oldi deydi. To'lagan rasmiyat puli bu deydi. Ba'zi o'ylab o'tirib oyda necha $100,000 foyda oladi deydi. Bu sababdan bu xil savdo kishilarning mol mulkini haqsiz yo'qolganlik qatori kirganlik uchun shariatning maqsadiga uyg'un emas. Bir sabab bo'lsa-mi, kishilarning mol mulkini haqsiz yo'qolganlik ham shuning sabab bo'ldi. Bir sabab kirsa-mi, durust emas. Kishilar bu turdagi savdoga mahsulotni rivojlantirish uchun ham tiz va ko'p foyda topilmayapti deb kirib qoladi deydi. Kishilar bu turlik savdoga, buni savdoga mahsulotni rivojlantirish uchun ham tiz foydag'in bo'ldi ekan, tiz boyg'in bo'lgan, boyog'in bo'ldi ekan deb kirib qoldi. Amaliyotda mahsulotni foydalanish yoki setib foyda uchun setib olinmaydi. Mana shu mahsulotdan bir foydalanish yoki setib foyda bu maqsad emas deydi. Asli maqsad boshqa, oq yo'ldan bu topshi maqsad bu shirkatning maqsadi. Shunga bu savdoni haq to'lab vakil bo'lish savdosiga o'xshat qilinmaydi. Masalan, bir shirkatning vakolatchiligini olgan, masalan, nima deydi, Kentucky'ninki o'xshash deydi masalan, garchi u tamoq ismi kelib qolib, tamoq olishimiz yo'q, ism masalan shirkat degandek. Yoki islomda bir juala deydigan bir qoida bor. Bir ishni qilib berganligiga haq bo'ladi. Ma'lum bir haq. Haq bo'ladi. Uningga buni o'xshat qilib bo'lmaydi. Bu cho'ng islom dunyosidagi cho'ng ikki ixtisosshunos olimlarimizning fatvosi. Ama belki ba'zilar so'rashi mumkin. Bu arab olimlarning bu Uyg'urdan biroz demlansa, Uyg'urdan birisini egilib o'taydi qatori Uyg'ur olimlarida. Yana buningga doktor Abdulaziz rahmatullohning unda bir fatvosi bor ekan. Buni shaxlatib setish degandek nomlar ostida tijorat qilayotgan ommaviy shirkati, Kiyani shirkati, Atomiy shirkati va Orbilan qatorliq bu turlik zanjirsimon setish shirkatlar tijorat qilish harom deb fatvo beribdi. Bu yerda Uyg'ur olimning fatvosini, islom dunyosi cho'ng ikki olimning fatvosini bayon qildim. Ham qarindoshlar, dinimni pok tutay, aqidamni sog'lom tutay, haloldan pul topib, halol ish qilay degan qarindoshlar
nisbeten iş qilish fursati dunyoda yomon kanar. Bu shubhali ishlardan yiroq turgani Az olganda bu. To'g'risimiş. To'g'ri. Haram demegan taqdirda bu shubhi bormiz, bu shubhi bor, shuning bilan yiroq turish muhim. Xo'sh. Ahirda şu Allah'ım takılıp qanasa abayamda bevosita va shirkatdan bevosita sat a'zo bo'lib, bevosita zakaz qilib setib olsa durust degan gap chiqdi. Masalan bir shirkatni deydi, shu yuqori tilg'ilgan shirkatlarimiz, Atomic yani. Bevosita men a'zo bo'lib shirkatdan setib olsam-mu? Mahsulot halol bu yerda. Mahsulot emas. Eng muhim nuqta mahsulotning halol bo'lishi. Masalan bir shirkat %100% bütün faaliyetleri asasiyetden şundaq piramida yoki zanjirsimon millat tijorat qiladigan bir sistemining ustiga qurilgan shirkat bo'lsa, bu yerda 10-20 yoki 100 ming musulmon men a shirkatning umumiy faoliyati bu hamdi. Ben bu faaliyetga qatnashmayman, faqat men o'zim bevosita setib elib, nimaga o'zim boshqa xaridorlar setib pul topman desa, yanılamamda aslında bir şirketin ki %100% bütün faaliyetleri aslında sistemin üstü kurulgan İslam'da doğru bulmayan bir sistemine yardım belgesi Katar'a kirip kalamdı ya alakası yok mu bunun? O noktada alakası yok. Çünkü bir şirketin ki mesela sağlık məsləhət işləb çıxırdığan ya elektronik məsləhət işləb çıxarırsak bu netçiliğin bir nəsini çıxırdı bu. Mesela vitamin desek bir vitaminini çıkamaydı. Onun ne çıkalı türlü vitamin çıkar. Mısır faydalanmamız, mısır faydalandıgan degan. Xoş. Eğer aşı setib olmoqchi bo'lgan mal sağlam bo'lsa, halal bo'lsa, muhim birinchi sharti. Kishilarni haq o'tab qolmagan, harom narsa aralashib halol narsa bo'lsa, bosh shirkatdan yoki u shirkatning vakolatchisi men mush malni elib satsam foydalalayman deb u odam o'ziga ishonch qilgan bo'lsa, buni apsetivasi bo'ldi. O şirketnin gerçi başka türdeki hata işte günah iş olup alsa o özüge. Çünkü ma adamın kıygan soğudise halal iş mi halal iş. Şu an o yaga utakaşma. Şu aza qabul qildigan aza bo'lgan ishni yiroq turish. Onu yiroq turish. Ko'p rahmat, Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugun bu masalani tugatib olgan bo'ldik inshaalloh. Rabbim har birimizga so'zlanganlarni to'g'ri shaklda tushunib, haqiqatan nihoyatda ko'p bu ishlarni qilayotgan albatta. Ba'zilarimizga ig'ir kelishi mumkin, ba'zilarimizga qabul qilmasligimiz mumkin, lekin masalani texambak cho'nqur o'ylangan shaklda tushunsak, nurg'un masala bor ichida buniki. Allah to'g'ri yo'lda yurishga nasib qilsin deb tilaymiz. Allah ömür verse yana bir qatimliq oldimizgi haftada boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.